Assalomu alaykum. 13-18 iyul haftaligi davomida biznes va marketing olamida bo'lib o'tgan yangiliklarga bag'ishlangan hafta dayjestini boshlaymiz. O'tgan hafta biroz muddatga yangiliklar olamida bir shov-shuv bo'lib ketdi. Korzinka supermarketlar tarmog'i endi boshqa biznes bilan, avtoturargohlar biznesi bilan ham shug'ullanar ekan degan sababi Angel Seafood kompaniyasi qariyb 21 milliard so'mga Toshkent shahridagi bir nechta avtoturargohlarni uzoq muddatga ijaraga olganligi, auksionda olib chiqqanligini ommaviy axborot vositalari e'lon qildi. Keyinchalik Korzinka kompaniyasi va bevosita kompaniyaning rahbari Zafar aka Hoshimov tomonidan bunga aniqlik kiritildi. Ya'ni bu avtoturargohlar ijaraga bevosita alohida avtoturargohlar biznesi bilan shug'ullanish uchun emas, balki Korzinka xaridorlariga qo'shimcha qulayliklar yaratish maqsadida bevosita Korzinka supermarketlari oldidagi hududlar ijaraga olingan. Ya'ni ushbu avtoturargohlar bir soatda bepul, ya'ni o'sha bevosita supermarketga kirib xaridlarni amalga oshirib chiqish uchun bepul bo'ladi va undan keyingi vaqtga уже pul yoziladi. Bu albatta o'sha qo'shimcha servisning marketingning bir katta qismi hisoblanadi va Korzinkaning bunday yo'l tutishi o'sha o'zining xaridorlariga qo'shimcha qulayliklar yaratmoqchi ekanligidan yana bitta dalolat. O'tgan hafta yana bir yangilik bo'lib o'tdi. Unda o'sha endi bundan buyog'iga, ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsam 1-noyabrdan boshlab turib O'zbekistonda ruxsatsiz reklama qo'ng'iroqlari va SMS xabarlari taqiqlanadi. Ya'ni 1-noyabrdan boshlab O'zbekistondagi mobil aloqa operatorlarining har xil reklama tarqatish bilan bog'liq bo'lgan SMSlari yoki qo'ng'iroqlari faqatgina o'sha abonentning yozma roziligi bilan amalga oshiriladi. Bunday tajriba o'zi butun dunyoning ko'p davlatlarida mavjud. Odatda bu qanday qilinadi? O'sha ommaviy ofertaga bitta punkt qo'shib ketiladi va ommaviy ofertani qabul qilganingizda sizda ushbu ruxsatnoma ham mobil operatorga berilgan bo'ladi, lekin endilikda menimcha majburiy ravishda o'sha har bitta ilovadami yoki boshqa joydami bunday qo'shimcha funksiya mavjud bo'ladi. Ya'ni har bitta inson o'zi ushbu SMSlarni yoki qo'ng'iroqlarni o'zida taqiqlab qo'yishi mumkin. Undan tashqari yangi tartibga binoan kechki 18 dan ertalabki 9 gacha reklama qo'ng'iroqlari yoki reklama xabarlarini tarqatish to'liq taqiqlanadi. Bu ham menimcha yaxshi yangilik, ya'ni shaxsiy chegaralarning cheklovi bo'ladi. O'tgan hafta yaqin vaqt ichidagi eng ko'p muhokama bo'lgan va barchamiz kuzatgan bir katta bir voqea yakuniga yetdi. Ya'ni futbol bo'yicha jahon chempionati o'z yakunini topdi. Barcha Ispaniya muxlislarini g'alaba bilan tabriklayman. Barcha Lionel Messining muxlislarini Lionel Messining jahon futbolining qirolligini tasdiqlagani bilan ham tabriklayman. Ushbu futbol turniri davomida juda ham ko'p brendlar har xil o'zlarining harakatlarini amalga oshirishdi, har xil faolliklarni amalga oshirishdi va shu jumladan final vaqtida ham har 4 yilda bir kuzatiladigan bir voqea ro'y berdi. Ya'ni Louis Vuitton kompaniyasi Jahon Kubogining sandig'ini taqdim etdi. Ya'ni Jahon Kubogi Louis Vuittonning sandig'ida, Louis Vuittonning qutichasida olib chiqildi. O'zi uzoq vaqt davomida Louis Vuitton kompaniyasi o'sha o'zining jahon FIFAning partnyeri sifatida Jahon Kubogining qutisini tayyorlash bilan shug'ullanadi va ushbu jahon chempionatida ham final vaqtida Jahon Kubogi aynan Louis Vuitton qutisida olib chiqildi. Ushbu jahon chempionatida Adidas va Nike poygasida to'liq Adidas g'olib chiqdi deb ayta olamiz. Sababi titul homiyligi bo'lgan ikki jamoa, finaldagi ikki jamoa ham Adidas futbolkalarida o'ynashadi. Ya'ni Argentina ham, Ispaniya ham Adidas futbolkalarida o'ynashadi. Afsuski o'sha yarim finalda yutqizgan ikki jamoa ham, ya'ni Fransiya va Angliya Nike futbolkalarida o'ynashadi va undan tashqari o'sha mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra bevosita o'sha finalga chiqqan futbol yulduzlarining futbolkalari va bevosita o'sha Adidas futbolkasida o'ynaydigan jamoalarning futbolkalarining savdosi keskin ravishda aynan Adidasda ko'proq bo'lgan. Bundan tashqari eng asosiysi jahon chempionatining to'plari ham Adidas edi va mana shu faktorlarning barchasi Adidasning sotuvlarini jahon chempionati vaqtida ko'proqligini ta'minladi, lekin Nike ko'proq media olamida shov-shuvga ega bo'ldi. Read the Script roligi 80 milliondan ortiq ko'rishlarga ega bo'ldi, lekin umumiy hisob-kitoblarga hali hisoblashga menimcha biroz voqili, balkim o'sha Nikening reklama kompaniyasi omad olib kelib jahon chempionatidan keyin Nikening savdolari Adidasdan o'tib ketar
buni baxt ko'rsatadi, lekin hozircha ushbu poygada Adidas g'olib bo'ldi deb ayta olamiz. Shunga o'xshash bir qiziq voqea O'zbekistonda ham bo'lib o'tdi. Ya'ni media olamida jahon chempionatining rasmiy hamkori Coca-Cola bo'ldi va o'sha jahon chempionati reklama roliklari vaqtida, translyatsiyasi vaqtida Coca-Cola homiylik roliklari chiqa boshladi. Lekin ushbu translyatsiyalarning ichidagi reklama bloklarining asosiy qismini Pepsi xarid qilib oldi O'zbekistonda xususan va agar barcha hisob kitoblarni, o'lchovlarni ko'radigan bo'lsak, bevosita jahon chempionati vaqtida, ya'ni jahon chempionati futbol bo'yicha jahon chempionatining translyatsiyalari vaqtida Pepsining reklamasi Coca-Coladan ko'ra ko'proq chiqdi. Bu ham o'ziga yarasha bir marketing jangini ko'rsatdi. Mana shunday keyslarning biri Angliyada ham bo'lib o'tdi. Uber Eats Angliya va Argentinaning o'rtasidagi yarim final vaqtida Argentina taomlarini yetkazib berishni to'xtatishligini e'lon qildi. Ya'ni o'ziga xos o'sha Angliyani qo'llab-quvvatlash maqsadida o'sha Argentinaning mashhur steyklarini, chimichurri souslarini yoki o'sha empanadalarini yetkazib berishni to'xtatishini, ya'ni yarim final vaqtida faqatgina ushbu taomlarni yetkazib bermaymiz, biz Angliyani qo'llab-quvvatlaymiz degan maqsadda bir endi hazilomuz bo'lsa kerak bir aksiyani e'lon qildi, lekin bunga javoban o'sha ijtimoiy tarmoqlardagi postni tagiga Uber Eats Argentina bir qiziq bir javobni qaytardi. Ya'ni o'zingizning fish and chipsingizni yeb o'tiraveringlar bo'lmasa degan ma'noda bir hazilomuz javob qaytarishdi. Bu ham o'sha o'ziga yarasha jahon chempionati vaqtidagi faolliklardan bittasi bo'ldi. Jahon chempionati bilan bog'liq bo'lgan yana bir ajoyib case situativ marketing bo'yicha Haggis kompaniyasi taqdim etdi. O'sha mashhur Messi Yamalni cho'miltirgan rasmiga bag'ishlangan bir zo'r keysni qildi. Endi menimcha rasmni barchangiz ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ya'ni 19 yil ilgari o'sha 4 yoki 5 oyligida UNICEFning bir aksiyasi doirasida Messi Yamalni cho'miltirgan. Bu juda ham tasodifiy holat bo'lgan. U paytda tabiiyki Yamal bunaqa mashhur futbolist bo'lishini hech kim xayoliga ham keltirmagan. Hattoki o'sha mutaxassislarning hisoblashi bo'yicha bunday ehtimol bir necha trilliondan bir bo'lishi mumkin edi, lekin fakt oradan 19 yil o'tgandan keyin Yamal futbolchi bo'ldi va jahon chempionati finalida Messining jamoasi ustidan g'alaba qozondi va mana shu holatni eslatgan holda Haggis juda ham bir ajoyib situativ posterni e'lon qildi. Ya'ni o'sha tog'orachani, ko'k rangdagi tog'orachani joylashtirgan holatda bir yozuvni yozdi. Ya'ni they grow up so fast, enjoy them while you can. Ya'ni ular juda tez ulg'ayishadi. Imkoningiz borida har bir lahzadan zavqlaning. Ya'ni tabiiyki bu bir tomondan o'sha bolachalar nazarda tutilgan, ya'ni bolalar juda ham tez ulg'ayishadi, ular yoshligidan zavqlaning shu ma'nodagi juda ham mashhur bu o'zi fraza, lekin shuni ko'rsatgan holatda juda ham bir ajoyib posterni e'lon qildi. Bu Haggisni o'sha kreativliklariga faqatgina respekt. Ko'pchilik buni albatta muhokama qildi. O'tgan hafta meni fikrimcha juda ham bir zo'r yangilik e'lon qilindi. Ya'ni endilikda O'zbekiston maktablarida Canva platformasidan 3 yil davomida bepul foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi 10 mingdan ortiq umumta'lim maktablari uchun Canva for Education ta'lim platformasi endi bepul foydalanish imkoniyati yaratildi. Bu haqida o'sha Parijda bo'lib o'tgan ta'lim transformatsiyasi sammiti +4 doirasida imzolangan o'sha grant kelishuvi sababchi bo'ldi. Endilikda o'sha juda ham foydali bo'lgan va o'sha kreativni rivojlanishiga va tayyor shablonlardan foydalanish uchun juda ham ko'p dizaynerlar, marketologlar Canva platformasidan foydalanishadi va ushbu platforma pullik platforma hisoblanadi va endilikda maktab o'quvchilari uchun bu ma'lum bir vaqt davomida bepul bo'ladi va bu menimcha juda ham zo'r yangilik va maktab o'quvchilarining yanada yaxshi rivojlanishi uchun bir turtki bo'ladi degan umiddaman. Yarim yillik tugaganligi munosabati bilan turli kompaniyalar o'zlarining o'sha 2026-yildagi 6 oylik moliyaviy natijalarini e'lon qilishni boshlashdi va Ipoteka Bank, OTP Group Ipoteka Bank 2026-yilning birinchi yarim yilligi yakunlariga ko'ra moliyaviy ko'rsatkichlari keskin o'sganligini va 1.4 trillion so'm sof foyda ko'rganligini e'lon qildi. Bu o'tgan yilga nisbatan juda ham katta farq, sababi o'tgan yil shu davrda ular zarar bilan chiqishgandi. Va bu yana bir bor o'sha yirik kompaniyalarning xususiy qo'lga o'tganligidan
o'tganligi foyda keltirishidan yaqqol misol dalolat bo'ladi. O'sha ipoteka bank bilamiz, OTP Group tomonidan xususiylashtirilgan va bugungi kunda xususiy bank hisoblanadi va mana ko'rsatkichlar sof foyda oshganligi bilan yaqqol misol bo'ladi. Ya'ni eng yaxshi boshqaruv davlat aktivlarini bu xususiylashtirish. 13-18 iyul haftaligida bo'lib o'tgan yengilliklar mana shulardan iborat. Biznes va marketing olamidagi yengilliklardan doimiy ravishda xabardor bo'lib turishni istasangiz, albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni va umuman o'zi bizning stranitsamizda qanday yengilliklarni, qanday keyslarni ko'rib bormoqchi bo'lsangiz, shu haqida kommentariylarni ham yozib ketishni unutmang.